Assalomu alaykum. Navbatdagi betimiz. Oldi 1dan zalotda do'p qo'yib berdik. Общий 7 ta rom, ko'cha tarafga 5 ta, oldiga 2 ta. Shishalarimiz stiklo paket. Oq plus oq. Patagonlik 30 talik akfa. Uстановkamizga baho berasiz. Padis bilan plus pena hammasi ideal bo'lgan. Keyin bu yoqda ham bu ham xuddi shunaqa ko'rinishda. Hammasi ideal mashina ko'ringan. Mana aka 5 ta rom qo'yib berdik. Bitta urovenda oldi tarafdan ko'rsataman hozir. Mana aka ko'cha tarafdan ko'rinishi. 2 ta rom qo'yib berdik. 160 ga 160, orqadagilar 150 ga 120 edi. Bu 5 ko'z, u orqadagi tefasonida. Hozir ichkaridan ko'rinishini ko'rsataman. Mana ichkaridan ko'rinishi. Patagonlik 30 talik. Sili qo'yib berganmiz. Stomkani oldindan ashibga qilinadigan qilib. Ruchka akfa, rezan TPV rezan 86 minglik. Yopilishlari ideal. Baho berasiz, yoqsa bitta like.